Xayrli kech hammaga qizlar. Kelayotgan hayit bayramlaring bilan hammani tabriklayman. Bugun mana Xitoydan bir nechta zakazlar yetib keldi. Hozir bir boshdan obzorni qilamiz. Mana shu klashdan juda ko'p sotaman qizlar. Juda ham kачествоsi zo'r. Mana ilonni boshini tasviri bor mana bu yerda bo'rtib chiqqan. O'sha terisi ham shunaqa. Keyin ichida mana bunaqa xonalari bor, alohida zamokli kashluk bor orasida, udobstvasi rosa ko'p, ichida zanjirlari ham bor, taqvogani. Bundan keldi. Buni egasi bor. Kichkina kartmoncha so'raganlar uchun keldi. Buni ham egasi bor, zakaz bu ham. Keyin yuz salfetkasi tugaganida keldi qizlar. Bu salfetkani kачествоsi rosa ham zo'r. Meni klientkalarim juda yaxshi bilishadi. Quruq salfetka, yuzingizga uhod qilayotganda sochiqda artmaysizda, sochiqda bakteriya bo'ladi qizlar. Mana shunaqa salfetkalarga artsalaring suvni zo'r shimadi, sababi 4 qavatlik salfetka. Har qanaqa namlikni shimib oladi o'ziga. Buni bu safar 300 taliga kelgan. Har xildan sotganman buni. 80 taligidan, 120 taligidan ham sotganman. Bundan keldi. Yana bu nalichida bor, sotiladi. Keyin mana bu zontikdan keldi qizlar. Bu yozgi zontik, bambukli, qo'l mehnati. Rosa ham zo'r. O'zim tutaman bundan qizlar. O'zim tutaman, o'shaning uchun zakaz qildim. Ikkitasini egasi bor, ikkitasi sotiladi. Keyin mana basonchkalar, tapchkalar zakaz qilingan. Buni egasi bor. Mana bunaqa tapchka zakaz qilingan. Rosa ham yengil ekan qizlar. Uchib ketasiz buni kiysangiz. Keyin mana bunaqa basonchkadan zakaz qilingandi. Buni ikkitasini egasi bor, qolgan ikkitasi nalichida. Mana bunaqa kabluk. Yengil. Hozirgi yozga, mana bu rangi ham rosa chiroyli rang. Nalichisini qo'yib qo'yaman kanalga sotuvga. Keyin mana bundan ham zakaz qilingan. Buni egasi bor. Mana xuddi rasmda qanday bo'lsa, xuddi shunday keldi. Kачествоsi zo'r. Keyin hammom tapchka keldi. Bundan ham juda ko'p sotaman. Har bitta zakazimda bittadan qo'shilib ketadi. Bu ham keldi. Buni ham egasi bor. Keyin mana bunaqa basonchkalar zakaz qilingan. Ikkita mana yurishga rosa udobno. O'zi ham hozirgi stilni basonchkalardan. Buni ham egalari bor. Keyin mana bu o'smir yigitlar kiyimlari kelgan. Mana buni shortikchasi ham bor. O'zi mana bunaqa aralashgan, kombinirованный futbolka, shortik. Buni ham egasi bor. Bu ham xuddi shunaqa, lekin buni trikosi uzunroq. Buni ham egasi bor, bu keldi. Bu ham futbolka, shortik yozga kiygani. Buni ham egasi bor, bu keldi. Keyin mana bunaqa futbolka bilan bu tagida bunaqa shortikchasi bor. Bu zakaz qilingan. Buni ham keldi, egasi bor buni ham. Bu ham kattalardiki. Mana bu futbolkasi bilan, mana bu uzun trikosi, bu ham keldi. Xuddi rasmda qanday bo'lsa shunday keldi bu ham. Keyin yana bitta bolalar futbolkasi zakaz qilingan edi. Christian Dior'diki bu ham keldi. Mana bu ham rasmda qanday bo'lsa xuddi shunday kачествоda keldi. Buni ham egasi bor. Keyin hb shortiklar, o'smir bolalardiki bu ham. Bu ham zakaz qilingandi. Ikki xil rasvetkada, qorasi bilan kul rangidan bu ham keldi. Keyin mana bu machalkadan keldi qizlar. Bundan juda ko'p sotganman, bilasizlar. Arzimagan 10 ming turadi xolos, lekin yumshoqligi yaxshi, mayligi yaxshi. Machalka so'raganlar olasizlar. Hozir aynan sezon. Geldilar ushlar ishlanadigan payt. Bundan bor. Qizlar, rosa ko'p ochkilar kelgan. Ochkilarni alohida obzor qilaman. Ular juda ko'p ekan.